Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Navbatdagi son o'tganmiz o'zlarimizning Bag'at tumanida shunday deb kvartiraga oshxona mebellarini ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Mebelimiz kashmir svetda bo'ldi. Bezirishga variantda 3 bo'lakdan 3 qismdan iborat bo'ladi. Mebelimiz pastki qismi 80 cm, o'rta qismi 70, balandki qismi 40 cm bo'ladi. Bezirishga variantda bo'ldi. Farti qismini qora kafelni urganlar, biz stollarni qora svetda ishlab berdik. Bezirishga variantda bo'ldi mebelimiz. Hamisha stollarga kelsak, eng yaxshi Eran stollarini qo'yib berdik. Mexanizmlar tandem bo'ladi, skritli mexanizm. Yaxshi mo'ljallarni qo'yib, ular taxlab berdik. Balandki qismlarni shu shirkalar qo'yib berdik. Gazlarni o'yib, taxlab, cho'tga etib taxlab berdik. Vitishchalarni o'rnatib berdik. Yan tarafda shunday shkaf bo'ladi. Bu yerda gaz balon uchun joy qoldirdik. Balandki qismini kotyor uchun joy qoldirdik. Mebelimiz shu variantda bo'lib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Bu kuxonli mebelimiz 1 metrni 3 million so'mdan ishlab berdik. Fasad qismini yaxshi akrillardan, matvi akrillardan qo'yib berdik. Mexanizmlarni eng yaxshi mexanizmlardan qo'yib berdik. Bizlar mebellarga 1 yil garantiya qo'yib beramiz. Agar mabodo mebelimizda bu yerda chishib bo'lsa, mexanizmlar tushib qoladigan bo'lsa, besplatni servis bo'ladi. Ustanovka, dastavka besplatni bo'ladi, Xorazm bo'ylab boshqa viloyatlarga kelishilgan narxlarda olib borib ustanov ketib beramiz. Mebel haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, описание kommentariyada telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tib beramizlar. Hammaga rahmat.